Konserva qutisi ichida hajviy rasm sizish. Jinshan yosh o'smirlarning rasmini bak yaxshi chizibdi. Xuboday tantarbiya hajviy rasmlarini bak chiroyli chizibdi. Ey Shaufu qo'rqinchoq hajviy rasmlarni bak yaxshi chizibdi. Tashiyon sening fantaziyalik hajviy rasmlaring qani? Tashiyon, sen bugun bizning hajviy rasmlarimizni almashtirib ko'rdiganligimizni unutib qolmagansan. Men sizib bo'lay deb qolgan, biroq faqat ilhomim kelmayotdi. Undaqda bizning uyga berib sizg'in. Bugun uyda opam yo'q. Uyda o'zim yolg'iz, mendan boshqa odam yo'q. Hojat yo'q, ozroq yeri qoldi. Sizib bo'lsam nima keliman? Ey, bizning uy jimjit, shu yerga berib sizg'in. Hey, to'xta, Hojat yo'q, yana uyga berib sizay. Sana shundoq yaqinchilik qilsam, qarmay ketib borsan-ku. Biz seni faqat bir soatli saqlaymiz. Tez chizib kelgin. Bildim. Endi qandoq qilsam bo'lar? Sizlar hajviy rasmlar jurnali chiqarmoqchimi? Bak yaxshi bo'pti. Bugun rasmlarni ratlaydigan kun edi. Rasmlarni ratlash bek muhim. Vaqtida topshiramasang boshqalarga avorchilik tepib bersa. Rasmni sizib bo'ldim, biroq Sizib bo'lgan bo'lsang opirib bergin. Baribir sen rassom emas. Yaxshi chizolmasang hech nima bo'lmaydi. Agar astoydil chizgan bo'lsang, biroq bular faqat yaxshi chizilmabdi. Sen nimishqa udulli deysan? Kechirgin, sana bir yaxshi narsa beray. Ko'ngildagini sizalaydigan qog'oz. Nimani sizmoqchi bo'lsang, ko'nglingda o'ylasang bu qog'ozga sizilib chiqadi. Behqol tusgan-ku, xuddi rasm sizgandayli sizibdi. Qanday qasammikan? Kallamda fantaziyalik rasmlarni o'ylasamda, qog'ozga rasm paydo bo'ladi ekan, bek yaxshi bo'ldi. Biroq cho'qim astoydil o'ylashing kerak. Rasm sizayotganda boshqa ishlarni o'ylasang, rasm bilan birga sizilib chiqadi. Sizmoqchi bo'lgan rasmim chiroyli bir odam kemining osmonda uchayotgan ko'rinishi bo'lsin. Tashiyon, sendan bir ishni o'tinay, chiqib menga narsa kirib kelgin bo'lamdi. Chatoq bo'ldi. Rasmga orishib ketibdi. Bu qog'ozlar noit sezgur. Aslida g'alba qilatdim, qayt qilay. Chiroyli bir olam kemisi. Koni gezi setib olaman. Koni televizor. Koni uy saymonlarini setib olaman. Yana keldi. Koni gezitlarning hammasi ustiga chiqyapti. Bundaq bo'lsa oromxo'da o'ylayolmaydi ekanman. Eng yaxshisi uni ishiltayli. Konserva qutisi. Bu kashfiyotchilar uchun loyihalangan ishxona. Og'zini yepib qo'ygandan keyin biroz kelib ichib tamisi ichidan chiqqili bo'lmaydi. Bu qatim cho'qim g'alba qilaman. G'ayrat qil. Ammani keldin. Bu rasm Tashiyonning uyimi? U rasmni chizib bo'ldimi? U hozir butun kuchi bilan sizyapti. Uzoq qolmayli sizib bo'ladi. Uningga deb qo'ying, tezroq bo'lsin. Bo'lmasa jurnalni nashr qilmaymiz, juma. Bo'ladi, uqsin. Sizib bo'lsa opirib beramiz. Tashiyon degan ablah, cho'qim sizamagan gap. Menimcha Dashim cho'qim sizmidi? Tegchi sizib bo'lanmadingmi? Nimishqa? Chunki nima sizishimni bilamadim. Kallamda hech qanday ilhom yo'q. Qancha oldirgan seri faqat qamlashmayotdi. Tozimi bir. İşim qamlashmayotdi. Tozimi ishimni siqding-ku. Sana amalim qolmadi. Hajviy rasmlar obrazni yaratish to'plami. Buning ichida nurg'un hikoyalar bor. Bu hikoyada odamlar har xil qiziqarli obrazlar bilan ifodalangan. O'zing sizmoqchi bo'lgan obrazni mush mazmunlar bo'yicha sizsanglar bo'ladi. Men kashf qilolmayman. Tashiyon rostlik qallang ishlamaydi ekan. Masalan, alayliq, bosh qahramon yaxshi odam bo'lsa, uni qahramon oqko'ngil qilib tasvirlaysan. Agar eski bo'lsa, davomli boshqalarni bo'zaq qiladigan, boshqalar azoblansa xush bo'ladigan, eski qilib sizisan. Bu bo'ladi ekan. Kallamda sizmoqchi bo'lgan narsalar paydo bo'ldi. Shodingdon, tez konserva qutisining ig'zini ichivat. Erkakdan chaqqan bo'lsin, bo'lmasa kechikib qolasan. Bu qatim cho'qim g'alba qilaman. Bosh personaj o'zim bo'laman. Rasmlar ko'rinishga boshladi. Mana bu men sizmoqchi bo'lgan hajviy rasm. Hamda eskilarni sizay. Masalan, Xubodak bilan Shaufudak. Hajviy rasmdimi Xubodak yana odamning uchligini keltirdi.
Yaxşı başlab olsamla, oxirmi cho'qim umishliq bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi. Ha, endi hajviy rasmlarni chizib bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Bu hajviy rasmda men Xubodek bilan Shavfoni yengib olaman. Biroq, men xo'shalligimdan o'zimni yo'qitib qo'ydim-ku nima? Daşım özünü yaxşı adam qilib sizibdi. Bizni eski odam qilib sizibdi. Daşım zodi nima qilayotgandi? Sizib bo'lganmidi, ha? Endi uni saqlig'im yo'q. Men chiqib qarab boqay. Meningcha o cho'qim sizib bo'lamidi, shuni chiqolmayotidi. Sizib bo'ldingmi? Bek yaxshi bo'ldi. Hikoyaning mazmuni bek yaxshi bo'pti. Nemishqa hikoyaning o'tirdi bosh qahramon ojizlashib, o'zgalar tuyuqsiz yaxshi odam bo'lib qoladi. Nima undoq chiqmaydigandi? Ko'ring bu musun tez chiqayli bo'la. Ha, buning mazmuni xeyli qiziqarli bo'pti. Daşım haqiqatan yaxshi sizibdi. Rostmi? Vah. Ben xush bo'ldim. Amaliyotda Dashon faqat xush bo'lmadi. Bulutqa o'zgarish. Shodindan o'tinib qolay, menga topshiriq ishlashbagin bo'lamdi. Undaq ishga men hargiz yordam qilmayman. Osmondagi bulutdan nima degan yaxshi, nima degan g'amsiz. Voyjon, beshim og'rib ketdi. To'lib aramchirin qilma. Nima? Yordam qilsam unamaysan-ku. Sana faqatla amal yo'qkan, topshiriqni ishlamading. Bo'pti, birdam aram elib olgin. Albatta bo'ladi, birdam aram elib olay. Bay bulutga aylang'um bor deding. Agar oyilni olgan bo'lsam, albatta bulut bo'ladi. Shodindan u nima? Bu odamni tumanga aylantira oladigan tuman qutisi. U odamni osmonda tumandek layiltalaydigan narsa. Uni qanday qishildi-du? Bu qutini beshingdan ko'rgizsangla bo'ladi. Mushundoqmi? Gerçi sen her xil shaklga o'zgara olsangmi, biroq buning bilan boshqalarni qo'rqitsang bo'lmaydi. Uxtib. Men taqasini bir oz aram elib olsin dedim. Baldiroq qaytib kel. Ma'qul. Bugün hava nima degan yaxshi. Men birdam ovoz mashq qilib olaychu. Do, re, mi, do, re, mi. Nereden kelgan ovoz bu? Do, re, mi. Do, re, mi. Aslida Xubod ekan bu. Do. Unutsa qo'rqitib oldim. Kechirgin, ha? Kechirgin. Bu qandaq narsa-du? Ey, qo'rqinchli narsa chapsan astiga qayt. Bo'lmaydigan bo'lsa, to'xta deyman. To'xta. Voyjon. Ha, aslida Shodingdankan-ku. Ey, Shodingdan sen boya xalit bir narsani ko'rdingmi? O xuddi bir tumonga o'xshaydi ekan. Ha, u degan Dashon, u qani? Ha, Dashonmi? Dashon. U kavayani Xubodekning ochig'ini keltirib qo'ygan o'xshamamdi, chatoq bo'ldi. Nima chatoq bo'ldi? Heliq tuman rostli Dashonmi? Ha? Men bilmayman. Sana deb qo'yay, heliq tuman meni bayatini uyning o'g'isidan tushiribdi. Men yiqilib tushkil tosh qoldim, buni bilamsan. Shodindan meni qutqizib ol. Shodindan. Opa, Shodindanning qayerligini bilamsiz? U bayatdan sirtqa chiqib ketdi-ku deyman. Nima degan quyuq tuman bu? Yo'q, opa, unda qilmang. Tashung, uni olib nima bo'lgandi? Men mushunda qo'g'lab chiqarib etildim. Odamga o'zgarmaydigan o'xshayman. Shodindan. Sen zoda nega ketding? Kechirgin. Bek yaxshi bo'ldi. Oxiri asli oltimga qaytdim. Rost. Shodindan sana nima bo'ldi? Xubodek,
Nima ish bo'ldi? Sen boyu bana başkalarını korkutmayman dep verdi belgen. Şoňsunu özgertip koygan. Aslında bunu işletip diken de. Qalaylıqan çaqçaqlarni qilma, uqdingmi? Ben elbet şundaq işlerini kılman. Şu işlerini kılış için şunu tumanga özgerdim. Tozumı bir. Qandaq şekilge özgersem bola, oylap bakay ya. Neyine özgersem bola. Taptım. Taş qaytara. Nime degan qiziqarli. Qarg'anda bak o'xshaganda qiladi. Bak o'xshabdi. Nima degan yaxshi. Jinshan hammasini ishlab bo'pti. Endi uni ko'chirsamni bo'g'idak. Şavfu öydü yo'q ekan. Uni ahmaq qilolmadim. Bu uning kundalik xotirasi ekan. Ma'lum oyning ma'lum bir kuni har qaysi yurtdoshlar, aka ini ochsinglar. Men sizlarga bir xabarni yetkazaman. Şavfu tunugun oqsham yana ko'pisiga siyib qo'yibdi. Men bir ig'iz shekillik tumanni ko'rdim. Bak qo'rqinch Ben ekan. tumanni gördüm. O bek aşırı yitipti. Uni tez to'sib olayli. Qubodek, tez aslinga qayt! Aslinga qayt! Sana nima bo'ldi, ha? Mening o'yinchig'imni bir tuman ap qochdi. Tuman ep qochdi? U qaysi tarafga qochdi? O yerda. Jahonda men qilolmaydigan ish yo'q. Men bu davlatning podshohi. Hey, anglab turinglar. Men bu davlatning podshohi. Hey, doshum, shodindon. O'tirib qolay, meni aslimga qaytirib qo'yinglar, nafaslanmadim. Oxiri asli oltinga qaytaman deding. Üstüm esim yanına o'xshash qo'y. Shodindon hamda qanday qilaman? O'tirib qolay, meni qutuldirib ol, sendan o'tirib qolay. Gipnoz qilish ko'zoynigi. Hozir qo'lingiz eg'irlashyapti. Bag'ansiri eg'irlashyapti. Endi qo'lingizni asta qo'ying. Endi o'rningizdan asta turing. Endi siz bir tal taxtayga o'zgarsiz. Ustingizda bir odam o'ltiryapsizmi, egilib ketmaydi. Bo'ldi, atrofingizda nurg'un kepinaklar uchyapti. Sizmi kepinakka aylanib uching. Kepinak. Rahmat ko'pchilik. Numrim mushuna bilan oxirlashdi. Nima degan qolsiz? Gipnozdaq sehrgarligi meningmi o'rgangim kelyapti. Mumkin emas. Sen hargiz o'rganmaysan. To'g'ri. Ishqana nima deyapsizlar? Oldimga kelinglar. Ko'zinglar asta yumilyapti. Asta yumilyapti. Yolg'ondan jumi bo'lay. Qo'linglar bag'ansiri eg'irlashyapti. Qolitish, meni eg'irlashmiding-ku? Yig'ilishib ketdi, bek yig'ilishib ketdi. Qo'limni asta qo'yib olay. Oy. Bek yaxshi bo'ldi. Endi sizlar hozir suv uzyapsizlar. Yaxshi bo'ldi. Nima degan kulgilik? Daşoq, bu sening nima qilganing? Qamlashmagan. Kela, hadi bana berib qo'yay. To'xta, Daşoq. To'xta deyman. Yana qochib ketdi. Nim bo'ldi Daşoq? Yana Qubodek bo'zaq qildimi? Shundoq, u meni gipnoz qilmoqchi edi. Biroq men uxlamadim. Shunga meni urman deydi. O herkes undaq qilolmaydi. Gipnozlik sehrgarligi bektas, biroq bu bo'lsa undaq bo'lmaydi. Gipnoz qilish ko'zoynigi. Gipnoz qilish ko'zoyniki?
qarab tur Daşun. Sana sınap beray ya. Ha? Beshing ig'irlayotidi. Boshqalarni gipnoz qilish bek oson. Bek qol tusibgan. Bu bo'lsa har qanday odamni osonli gipnoz qilg'il bo'ladi. Dashung, topshiriqni ishlab bo'ldingmi? Ishlab bo'lolmasang sirtqa chiqib o'ynashingga ruxsat yo'q. U g'alati ko'zoynakni nima taqib olding? Opa, menga xajlaydiganga poch pul bering. Opam pul berdi, bu narsa bek yaxshi ekan. Toshun! Endi tutuldingmi? Yo'q, meni urma. Urma? Men urmayman. U hozir gipnoz bo'lib bo'pti. Bu ko'zoynak haqiqatan qol tusibgan. Xubodak, sen bir muloyim qiz. Shundoq, men bir muloyim qiz. Toshun, men bilan birga o'ynamsan. Birga o'ynaylikmi? Yo'q, mening ishim bek oldirash, keyin vaqt chiqqanda o'ynaylik. Xo'sh. La 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 la. Oy, Jinshang og'am sakrab o'ynab o'tibdi. Jinshang, menmi o'ynaymi? Sizlar bilan birga o'ynaychi bo'lamdi. Bo'lishnaga bo'ladi. Biroq sizga nima bo'ldi? Sizning rostilla arg'am saklab o'yningiz bormi? Shundoq biz birga o'ynaylik. Xubodak nima qilyotgan-ku? U hozir qandoq bo'lib qolgandi? Toshun! U keldi. Tutib oldimmi? Tura. Sen hozir bir eshit. Men bir eshit. Nemishqa Toshun nima desa shuni qiladigan bo'lib qolgandi men. Bu qanday ishdi? Xubodak Dashung seni gipnoz qilib qo'ymagandi a? Gipnoz sergarligi? Shunda qulqingni etib ol. Shunda qilsang Dashungning gapini anglayolmaysan emasmi? Bo'ladi, men sana boqay. Qap qarab tur. Toshun, meni ko'mdingmi? Endi bir qushqa o'zgar. Nega ursang mayli ixtiyoring. Nimishqa o'zgarmaysan? Tezdan qushqa o'zgar. Men paxta bilan qudug'imni etib oldim. Kela. Ana, to'ya. To'xta. To'xta deyman. To'xta. Toshun. Endi qandoq qilaman? Sana rostilla amali yo'qkan. Sen aynakning oldida o'tirib o'zingni gipnoz qilib baq. To'g'ri, sinab baqaychi. Shodindong, menga ko'rsatgan aqlingga rahmat. Men bu gipnozlik sehrgarligi bilan o'zimni chilish mayoriga o'zgartdim. Bu ko'zoynak ajab g'alati ekan, ha? Mushuk yaproqqa o'xshab qoldim-ku. Mushuk yaproq? Dashung, dadang nega ketdi bilamsan? Bilmayman. Dadam tomorqa chiqib ketmagan-du, ha? Tazimi bir, kechki tomoqni tayyorlab qo'ysam, u sirtqa chiqib ketibdi. Dashung, sirtqa chiqib qarab baq bo'lamdi. Men huzur ko'ryapman. Shodindong, sen chiqib qarab baqa.